Assalomu alaykum. Men Azat ata Jumaniyazov 72 yoshdaman. Men 71 yoshga to'lganimda yumshoq kresloga chuqur o'tirib, o'tgan hayot yo'limga nazar soldim va o'zimga o'zim ironiya qilib shunday o'yladim. Mana hayotning 4dan 3 qismi o'tdi. Finish chizig'iga deyarli yetib keldim. Xo'sh, natija va xulosa qanday? Davomi nima bo'ladi? To'g'risini tan olaman, ishonib yurgan ko'p narsalarim oddiy illyuziya bo'lib chiqdi. Bolalarmi? Ularning o'z hayot yo'llari bor, o'z hayotlari bor. Sog'liqmi? Teshik chelakdan oqib ketayotgan suvdek tez o'tib ketmoqda. Qarilik ayamaydi. U eng og'riqli joyga, umidlarimizga zarba beradi. Va nihoyat men bu vaziyatdan shunday xulosa chiqardim. Og'ir, achchiq, lekin ruhiy kuch va umid beruvchi hayotiy xulosa. Bolalar keksalikdan qutqarmaydi. Biz o'rganganmiz. Bolalarni katta qilsak, bizni baxtli keksalik kutadi. Ular yonimizda bo'ladi, qo'llab-quvvatlaydi. Chiroyli fikr, lekin hayotiy emas. Bolalarning o'z hayoti bor. Ish, pul, oila tashvishlari, o'z bolalari. Sen esa ulardan qo'ng'iroqni bayram tuhfasidek kutasan. Telefon esa haftalab, ba'zan oylab jim. Nagahan eslariga tushganingda qisqacha xabar keladi. Salom dada, hammasi yaxshi. Sen ekranga tikilasan, go'yo xursandsan, lekin ko'ngildagi bo'shliq tugamaydi. U hech yerga ketmaydi, sen bilan qoladi. Shu lahzada oddiy hayot haqiqatini chuqur anglab yetasan. Bolalar keksalikda suyanchiq emas. Ular quvonch, lekin tayanadigan hassa emas. Endi sog'liqqa kelsak, u ham oldingidek emas. Avval qushdek yengil sakrab borgan joylarga endi borgin kelmaydi. Shunda tushunasan, sog'lig'ing kamaygan, lekin hamon asosiy kapitaling pul va keksalik. Bu yerda hamma narsa so'zsiz tushunarli. Agar bolalarga suyansang, o'zingga o'zing chuqur qaziyapsan. Men ham yillar davomida ishongan edim. Bolalar tashlab qo'ymaydi. Lekin ming afsus, tashlaydi. Juda ham tashlaydi. Ayniqsa pensiya puling doringdan ortmasa. Keling bu nolinishlardan hayotga qaytib, muammoga yechim izlasak. Eski ishonchlar, tayanchlar qulaganini anglab yetganingda yangilarni qidirishga to'g'ri keladi. Qanday qoidalar
keksalikda munosib yashashga yordam beradi. Mana 72 yillik hayot tajribamdan o'zim uchun chiqargan asosiy qoidalarim. Og'riqli, achchiq, lekin hayotiy va rost. Birinchi qoida: pul bolalardan ko'ra ishonchliroq tayanch. Xafa bo'lmang, lekin achchiq haqiqat shu. Bolalar mehr, muhabbat va quvonch, lekin pensiya jamg'armasi emas. Xulosa bitta: o'zing yig'ib, jamg'ar. Pensiyani kutib bekor yotma. Katta hayot tajribangdan foydalan. Holing yetganicha ishla. O'zing haqingda o'zing o'yla, qayg'ur. Kichik bo'lsa ham har kimning o'z xavfsizlik yostiqchasi, jamg'armasi bo'lishi kerak. Bu erkinlik. Erkinlik esa kuch va ishonch beradi. Ikkinchi qoida: sog'liq sening asosiy ishing. Agar to'shakdan turishga kuching yetmasa, bu hali ojizlik degani emas. Bir amallab imkon topib o'rningdan tur. O'zingni majburlab oz harakat boshla. Ertalab 3-5 marta o'tirib tur. Har kuni 5-10 daqiqa ochiq havoda piyoda yur. Xamir, tuz va shakarni kamaytir. Bular hammasi oddiy qoidalar, lekin ishlaydi va tiklaydi. Ishonaver, mening o'zimda sinalgan. Keksalik boy kambag'alni farqlamaydi, lekin o'zini asraganlarni doim chetlab o'tadi. Sog'liq sen uchun hamma narsadan ustun. Uchinchi qoida: o'zingni o'zing xursand qilishni va oddiy narsalardan xursand bo'lishni tajriba qil. Xursandchilikni o'zing yarat. Kichik narsalardan, mazali ovqatdan, qiziqarli kitobdan, yaxshi muzikadan o'zingni xursand qilib bil. O'zingni o'zing xursand qilishni bilish ruhiy tushkunlikka qarshi dori, emlash bilan barobardir. To'rtinchi qoida: qarilik, keksalik nolishlikka bahona emas. Ba'zi tengdoshlarim doim nolishadi. Og'riydi, yordam bering, hamma befarq, atrofdagilar aybdor. Natija nima bilasizmi? Ulardan hatto yaqinlari ham qochishadi. Nolinish rahm uyg'otmaydi, u asabiylik tug'diradi. Odamlar qiyin paytda ham o'zini tuta olgan insonlarni hurmat qilishadi. 5-chi qoida: o'tmishni qo'yib yubor va hozir, bugun bilan yasha. Eng xavfli tozoq avvallari degan so'z. Avvallari barglar yashilroq edi, kolbasa mazaliroq edi, bolalar mehrliroq edi. Lekin avvallari yo'q, faqat hozir bor. O'tmishni qo'yib yubor. Hayot yana avvalgidek bo'lishini kutma. U allaqachon o'zgargan. Sening vazifang shu hayotda yashash, hozir yashash. Qarilik bu bir imtihon. Uni sening o'rningga hech kim topshirmaydi. Ya hayotni qanday bo'lsa shunday qabul qilib yangi qoidalar bilan yashaysan,
yoki divanda o'tirib qo'ng'iroq kutasan, e'tibor kutasan va kimdir kelib suyanchiq bo'lishini kutasan. Kutish eng xavfli dushman. Hech kim kelmaydi, kutma. Hozir boshla, hozir harakat qil. Endi tezkor test. Bu xabarni o'zingiz qadrlaydigan insonlarga yuboring. Balkim kimdir bundan ruhlanib yangi hayot boshlar. Agar siz bu xabarni hech kimga yubormasangiz, hech kim bilan o'rtoqlashmasangiz, demak siz baxtsiz, yolg'iz, keksa insonsiz va do'stlaringiz ham yo'q. Aynan bu qoidalar sizga zarurligini anglab yetmagansiz. Bu qoidalar bitta bo'lsam sizdek insonga foydasi tegsa, men o'zimni baxtli deb hisoblayman. Ko'rishguncha sog' omon bo'ling.